Xitoylarning yolg'on musulmonlik kinishkisi elish orqali Pokistonlik qizlar bilan o'ylanganlik satchiligi oshkorlangandan keyin Xitoylarning Pokistonlik namrat qizlar bilan nima uchun o'ylanganligimi o'tirg'i chiqdi. TRTning Sharq Turkistonlik muxbiri Mirkamil Qashqariyning oshkorlashicha, Xitoylar Pokistonlik qizlar bilan o'ylangandan keyin ularning a'zolarini o'g'irlagan va Xitoyning a'zo bediklariga sotgan. Ömer Bekali Shvetsiya Xalqaro kechirim tashkilotida Sharq Turkistondagi zulmlar haqida guvohlik berdi. Xitoy jazo lageridan saq qutulgan Ömer Bekali 4-aprel Xalqaro kechirim tashkilotining o'rlashtirishi bilan Shvetsiyada Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va o'zi 8 oy yetib chiqqan atalmış tarbiyalash markazi nomidagi turmalarning ahvoli haqida doklad berdi. Yana bir tarafdan Turkiyaning Çorum shahrida bir Sharq Turkistonlikning ko'zida Sharq Turkiston nomli yig'in o'tkazildi. EXX tarafidan o'rlashtirilgan bu yig'inda Sharq Turkistondagi kollektiv qirg'inchilik olg'i kelgan vahshiyliklar tonishtirildi. Sharq Turkistonda Uyg'ur ayollarini Xitoylar bilan o'ylanishga zo'rlash ahvollari va tashviqoti kuchaymoqda. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda erlarning ko'pinchisini turma va yig'ilish lagerlariga qamagandan keyin qo'shmoq tuqqan siyosati bilan har bir Uyg'urning uyiga Xitoy erlarini kirib turg'izdi. Orqadan Uyg'ur qizlarini Xitoylar bilan o'ylanishga majburlash ahvollari kun sayin kuchaydi. Eng yangi bir ko'rinishda 1996-yilda tug'ilgan bir Uyg'ur qizining ismiga Elfira familiyasiga Xitoycha Sao deb yozilganligi diqqatni tortdi. Xitoylar bilan majburiy o'ylantirish ahvollarining ko'payishi andish paydo qilmoqda. Amerika Avam Palatasi Amerikaning Yamandagi ishki urushida Saudiya Arabistonga berayotgan yordamlarni to'xtatish talab qilingan bir loyihani ma'qulladi. Amerika Kengash Palatasida ma'qullagan va har ikki partiyaning qo'llashiga erishgan bu loyihada Amerikaning Yamanda Saudiya Arabistonga qilayotgan yordamlarni to'xtatish taklifi berilgan bo'lib, bu loyiha Avam Palatasida ma'qullandi. Kengash Palatada 175 ga qarshi 247 ovoz bilan ma'qullangan bu loyiha Amerika prezidenti Trumpning tasdiqlashiga sunildi. Amerika taratqullarining xabar qilishicha, Amerika Saudiya Arabiston munosabatlariga ta'sir ko'rsatmaslik uchun Trumpning bu loyihani tasdiqlashni rad qilishi mo'ljallanmoqda. Isroil bosh ministri Netanyahu nurg'un arab rahbarlariga G'azzaning kontrolligini tavsiya qilganligini bildirib, G'azzani oladigan birini umid qilgan edim, lekin buni hech kim qilishni xohlamadi deyish orqali xuddi G'azzaning xo'jasidek so'z qildi.